Salom Susan Balaqla. Bilamanki oramizda taxtlar o'yini olamining ashaddiy muxlislari nihoyatda ko'p. Mening o'zim ham Westeros olamining haqiqiy muxlisi, haqiqiy fanatiman. So'nggi paytlarda esa bu olam bilan bog'liq bir nechta quvonarli yangiliklar paydo bo'ldi. Ehtimol esingizdadir, bundan 1 yil avval shu olamga oid yangi loyiha e'lon qilingandi. O'sha paytdan beri bizga 1-2 sahna ko'rsatildi xolos. Shu bois loyiha katta shov-shuvga sabab bo'lmadi. Bu esa tabiiy, chunki u avvalgi 2 serial kabi ulkan ko'lamli emas, balki tor doiradagi ixcham hikoya bo'lishi kutilmoqda. Ammo bu unda qiziqarli jihatlar yo'q degani emas. Aksincha, yaqinda taqdim etilgan ilk poster loyihaning anchayin umidli ekanidan darak bermoqda. Xullas, bugun biz shu loyiha haqida ma'lum bo'lgan barcha tafsilotlarni birgalikda tahlil qilamiz. Shunday ekan, qilichlaringizni tayyorlang, chunki biz yana Westeros tomon yo'l olyapmiz. HBO telekompaniyasi rahbari Casey Bloys 7 qirollik ritsari serialining efirga chiqish sanasini e'lon qildi. Mashhur taxtlar o'yini seriali asosidagi yangi loyiha 2026-yilning yanvar oyida boshlanadi. Birinchi mavsumda 6 ta qism namoyish etiladi. Umuman olganda bu serial taxtlar o'yini olami uchun biroz yangilik, chunki oldingi 2 loyiha ko'p personajlar, katta xavf, ajdar va fitnalarni qamrab olgan bo'lsa, bu serial voqealari Duncan ismli ritsar va bolakayning sarguzashtlari haqida bo'ladi. 7 qirollik ritsari George Martinning Duncan va Egg haqidagi qissalar turkumiga asoslanadi. Unda ritsar Duncan baland va uning qurolbardori 7 qirollikning kelajakdagi hukmdori Aegon Targaryen haqida hikoya qilinadi. Voqealar taxtlar o'yini hodisalaridan taxminan 90-100 yil oldin. Targaryenlar sulolasi hali 7 qirollik ustidan hukmronlik qilayotgan, biroq ajdarholar allaqachon yo'q bo'lib, faqat xotira va afsonalarda qolgan davrda kechadi. Bu haqiqat qilichdan ham xavfli bo'lgan dunyoda oddiy ritsarning or nomusi, sadoqati va taqdiri haqidagi kamtarona va insoniy hikoyadan iborat. Serialning bosh qahramonlari homiysi va boyligi bo'lmagan sayyor ritsar Sir Duncan Baland va uning yosh qurolbardori Egg bo'lib, u aslida shahzoda Aegon Targaryen, ya'ni kelajakdagi qirol Aegon 5-dir. Aytgancha, Egg ismi ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinsa, tuxum degan ma'noni anglatadi. Shu bois katta ehtimol serialda ismlarga bog'liq bo'lgan qandaydir hazillar joy egallashi mumkin. Duncan va Eggning ittifoqi tasodifiy ko'rinsa-da, aynan u katta hikoyaning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Oliyjanob ammo sodda ritsar va hali o'z taqdirini anglamagan yosh shahzodaning uchrashuvidan Westeros olamidagi eng ta'sirli do'stlik rishtalaridan biri boshlanadi. Hikoya yaqinda ustozini yo'qotgan Duncanning o'z taqdirini sinab ko'rish uchun Ashford yaylovidagi turnirga borishi bilan boshlanadi. Ismi, gerbi va homiylari bo'lmasa-da, u ritsarlik unvoniga munosib ekanligini isbotlashni orzu qiladi. U yerda zodagon lordlar, shahzodalar va tajribali jangchilar orasida u ilk bor tabaqaviy dunyoning shafqatsizligiga duch keladi. Bu yerda sharaf tushunchasi unvonsiz hech qanday ahamiyatga ega emas. Aynan shu turnirda u Egg laqabli bolani uchratadi va u uning qurolbardoriga aylanadi. Ular o'rtasida yarim do'stona, yarim otalik munosabatlari o'rnatiladi va bu tarixning asosiy g'oyasiga aylanadi. Turnirda Duncan haqoratlangan qizning or nomusini himoya qilib, zodagon ritsarlar bilan mojaroga kirishadi va shu bilan o'zidan ancha kuchli dushmanlarga duch keladi. Uning xatti-harakati nafaqat uning hayoti, balki ritsarlik sharafi ham xavf ostida bo'lgan yakka kurashga olib keladi. Finalda voqea o'rta asr fojiasi ruhida rivojlanadi. Adolat uchun kurash barcha ishtirokchilar uchun haqiqiy sinovga aylanadi. Shu bilan birga serial keng ko'lamli janglar va ta'sirli sahnalarga intilmaydi. Ijodkorlar ta'kidlaganidek, bu
taxt haqida emas, balki odamlar haqidagi hikoya bo'lib, e'tibor shaxsiy mojarolar, axloqiy dilemmalar va or-nomus deyarli unutilgan dunyoda ritsarlik kodeksining ma'nosiga qaratiladi. Serialda buyuk xonadonlarning tanish ko'rinishlari, Baratheonlar, Targaryenlar, Tullylar paydo bo'ladi, ammo ular asos emas, balki hikoyaning foni bo'ladi xolos. Asosiy drama Duncan va Ekning yo'liga qaratilgan. Biri sharafni, ikkinchisi esa taqdirni izlaydi. Ek shaxsiyatining siri ham alohida o'rin egallaydi, chunki uning kelib chiqishi atrofdagilar uchun yashirin qoladi. Aynan shu narsa ko'plab dramatik vaziyatlar va burilish nuqtalarining manbai bo'ladi. Ritsar va uning oddiy qurolbardori o'rtasidagi munosabatlar bu bolaning olovli sulola merosxo'ri ekanligini anglash jarayoni fonida rivojlanadi. HBO mazkur serialni shunday ta'riflaydi. Taxtlar o'yini voqealaridan bir asr oldin ikkita g'aroyib qahramon Westeros bo'ylab sayohat qilgan. Ulardan biri yosh lekin dovyurak ritsar Duncan Baland, ikkinchisi uning kichkina qurolbardori Ek edi. Bu ajoyib do'stlarni buyuk taqdirlar, qudratli dushmanlar va xatarli sarguzashtlar kutmoqda. Aktyor Peter Cleffy Duncan rolini, Dexter Sol Ansel esa Ek rolini ijro etadi. Hozirda HBO studiyasida serialning davomi ustida ish olib borilmoqda. Ko'rinib turibdiki, HBO allaqachon loyihaning muvaffaqiyatiga ishonch bildirgan. Posterga ilova qilingan xabar ushbu olamdagi birinchi serial va uning qish yaqinlashmoqda shioriga ishora qiladi. 7 qirollik ritsari seriali Duncan Baland va uning qurolbardori Ek haqidagi 3 qissadan iborat birinchi rasmli to'plamga asoslanadi. Agarda har bir mavsum bir qissa asosida suratga olinadi deb ishonsak, bizni yana 2 mavsum kutmoqda. Ya'ni to'plam bo'yicha birinchi qissa Chegara ritsari, ikkinchisi Qasamyod ritsari va yakunlovchi Sirli ritsardan tashkil topgan. Dastlab Martin Duncan va Ek haqidagi qissalarni turli to'plamlarda nashr etib, keyinchalik ularni alohida kitob shaklida chiqarishni mo'ljallagan edi. Biroq Sirli ritsar qissasiga kelganda asarlar hajmi juda katta ekanligi va qahramonlarning sarguzashtlari hali ko'pligini angladi. Shu bois yozuvchi har bir jildda 3 tadan qissa chiqarishga qaror qildi. Birinchi bunday to'plam uchun Chegara ritsari nomi mos kelardi, ammo xuddi shu nomdagi grafik roman bilan chalkashlik yuzaga kelishi mumkin edi. Aynan shuning uchun to'plam 7 qirollik ritsari deb nomlandi. Taxtlar o'yini serialining so'nggi mavsumidagi ikkinchi qismning nomi ushbu to'plamga ishora qiladi. Bu hurmat belgisi yoki Briennaning Baland Duncandan kelib chiqqanligiga ishora ham bo'lishi ehtimoli bor. Shunday qilib, tarixda ilk bor bir yilda Taxtlar o'yini olamiga oid 2 loyiha bir vaqtning o'zida efirga chiqadi. Yangi serial 2026-yilni boshlab bersa, Ajdar xonadonining 3-mavsumi yozga yaqin tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Ammo muxlislar uchun asosiy kutilmagan narsa bu chiqish sanasi emas, balki yangi shouda umuman bo'lmaydigan narsa. Ha, umuman bo'lmaydigan. Sizga qanday bilmadim-u, lekin men Taxtlar o'yini nomini qay holatda eshitsam ham ko'z oldimga mana bu muhtasham musiqa va tengsiz introlar keladi. Loyiha muallifi Ira Parker Entertainment Weekly'ga bergan intervyusida aytishicha, 7 qirollik ritsari Taxtlar o'yini olamidagi kirish introsi bo'lmagan birinchi serial bo'ladi. Keng ko'lamli kirish o'rniga tomoshabinlarni o'rta asr uslubidagi oddiy sarlavha kutib oladi va darhol voqealar rivojlanishiga o'tiladi, dedi Parker. Ya'ni HBO ham deyarli barcha studiyalar qilgani kabi introni title cardga almashtirgan. Shunday bo'lsa-da, bizga buning sababini tushuntirishdi. Aytishlaricha sabab yangi hikoyaning mohiyatida yashiringan. Agar Taxtlar o'yini va Ajdar xonadoni ulkan janglar va fitnalar asosiga qurilgan bo'lsa, 7 qirollik ritsari bosh qahramon Duncanning tabiatini aks ettiruvchi tor doiradagi shaxsiy hikoyadan iborat. Barcha qarorlarimiz Duncan bilan bog'liq bo'lib, serialning har bir jihatida, hatto kirish lavhasida ham uning qanday inson ekanligini
aks ettirishga intilamiz. Taxtlar o'yini va Ajdar xonadonining kirish titrlari ulug'vor, epik va ta'sirchan edi. Ramin Javadining orkestr musiqasi keng qamrovli va ajoyib, biroq bu Dunkanning ish uslubi emas. U oddiy, to'g'ri so'z va ishbilarmon odam. Uning atrofida ortiqcha dabdaba yo'q, deydi Ayra Parker. Birinchi mavsum atigi 6 ta qismdan iborat bo'lib, avvalgi loyihalarga qaraganda qisqaroq va ixchamroq bo'ladi, biroq u ilk Westeros muhitini aks ettirishga va asl taxtlar o'yini voqealaridan ancha oldingi dunyoni ko'rsatishni va'da bermoqda. Ijodkorlar muxlislarga sabr qilishini va ehtimol navbatdagi keng ko'lamli fantastikani kutayotganda Ramin Javadining afsonaviy musiqasini tinglashni tavsiya etmoqdalar. Aytgancha, avvalroq Cursive Lifestyle nashri yozuvchi George Martin Muz va olov qo'shig'i turkumidagi 6-kitob ustida ishlayotgani va romanni qachon tugatishini bilmayotgani haqida xabar bergan edi. Mashhur fantast muallif qish shamollarini o'zining qarg'ishi deb atagan. 7 qirollik ritsariga qaytsak, ijodkorlar serial asl qissalarining ruhini Martinning dastlabki hikoyalariga xos samimiylik, insonparvarlik va sokin fojiaviylikni saqlab qolishini va'da qilmoqdalar. Bu yerda qirollik fitnalari yoki qiyomat bashoratlari bo'lmaydi. Faqat ulug'vorlikni allaqachon unutgan, biroq hali ham o'tmish shon-shuhratining izlarini asrab qolgan dunyo tasvirlanadi. Bu oddiy jasorat va beg'araz or-nomus qanday qilib nodir hodisaga aylanib qolgani va nima uchun aynan Dunkan va Ek singari insonlar butun dunyo taqdirini o'zgartirishga qodir ekanligi haqidagi hikoyaga aylanadi. Ehtimol bu loyiha avvalgilar kabi keng ko'lamli yoki afsonaviy bo'lmas, ammo bu olamga yod bo'lmagan ijodkorlarning qaytganini va bastakor sifatida maestro Ramin Javadining ishtiroki saqlanib qolganini hisobga olsak, bizda xavotirga umuman o'rin yo'q. Biz bilan so'ngigacha qolganingiz uchun katta rahmat. Isbot sifatida izohlarda qish yaqinlashmoqda, to'g'rirog'i bahor yaqinlashmoqda deb yozib qoldiring va ishoning, bu izoh tabiiyki e'tiborsiz qolmaydi. Hali o'rganilmagan olamlar juda ko'p. Ularni birgalikda Susanbil bilan kashf etishda davom etamiz. Demak, keyingi olamlarda ko'rishguncha xayr. Yaxshi, chiroyli chiqdi mana. Umuman iloji yo'q uni. Nima qilishim kerak ekan? Birinchi mavsum atiga 6. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, men olamdagi 8-mo'jizaman-da, to'g'risini aytsam. Buni isbotlashimga Xudo xolasa inshaalloh 57 yil vaqt qoldi. 57 yil? 57 yil. 7 qirollikning kelajakdagi hukm boshdan yo'l olyapmiz. Dan qo'shib o'rasizlar. Mana shu joyda sukut saqlamasak bo'ladi, chunki bu fojia. Fojia. Isbot sifatida izohlarda qish yaqinlashmoqda. Yo'q. To'g'ri. Xotinim ham shunaqa deydi, tushuning. Backstage bo'ladi. Ya, kerak emas Backstage bo'ladi. Ko'ynay qora shimda, uchrashuv bor peshinda. Ko'ynay qora tursuvda, uchrashuv bor chorsuvda. Ityot shmirda. Voy, buni yozyapsizmi?